sekin astalik bilan tish toshlariga aylanadi va tishlarning yuzasiga o'tirib qolish mumkin bo'lgan, ya'ni tish toshlari hosil bo'lishi mumkin bo'lgan sohalarga tish toshlari shakllanishni boshlaydi. Ya'niki zararlangan emal va parchalangan emalning strukturasi natijasida tishlarimiz sezuvchanligi yuqori bo'lib qoladi. Tish tozalovchi cho'plar orqali tish toshlarini ko'chirishga harakat qilish bu emalning zararlanishiga, milklarning butunligini shikastlanishiga olib keladi va bu yerda yallig'lanish jarayoni aktivlanib, yana ham kuchayib qoladi. Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga uy sharoitida tishlarni tozalash, ya'ni tish toshlarini tozalash nechog'lik haqiqat va uy sharoitida tish toshlarini tozalash mumkinmi? Yoki tish toshlari holatiga kelib qolmasligi uchun nimalar qilish kerakligi haqida maslahatlar berib o'taman va buni bir qator internetda tarqalgan yo'llarni ko'rib chiqamiz. Undan avval siz menga albatta like bosing, kommentariy yozishga shay turing va diqqatli bo'lasiz. Qani boshladik. Eng avvalambor tish toshlari nima ekanligiga to'xtalib o'tamiz. Tishlarimiz va milklarimiz orasida maxsus plaklar, ya'ni maxsus pardalar bo'ladi va bu pardalar minerallashishi natijasida sekin astalik bilan tish toshlariga aylanadi va tishlarning yuzasiga o'tirib qolish mumkin bo'lgan, ya'ni tish toshlari hosil bo'lishi mumkin bo'lgan sohalarga tish toshlari shakllanishni boshlaydi va sement kabi qotib qoladi. Bu ayniqsa old tishlarimizning orqa tarafi, chaynov tishlarimizning bo'yin sohalarida nisbatan tish toshlari paydo bo'lishiga optimal muhit bo'lganligi uchun shu sohalarda ko'proq uchraydi. Ana endi siz bilan biz bir qator internetda tarqalgan juda ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ladigan tish toshlarini uy sharoitida tozalash, yo'qotish haqida qanchalik to'g'ri ekanligi haqida gaplashib o'tamiz. Eng avvalambor birinchi usulni ko'rib chiqamiz. Tishlarni ichimlik sodasi va sirka orqali ishqalab tozalash. Bu holatda tishlarimizning emalini sodaning abrazivligi zararlaydi, ya'ni qiradi. Sirka kislotasi bo'ladigan bo'lsa, tishlarimiz emalini kislotali muhitda yemiradi. Buning natijasida tishlarimiz sekin astalik bilan sezuvchan bo'lib qoladi. Ya'niki zararlangan emal va parchalangan emalning strukturasi natijasida tishlarimiz sezuvchanligi yuqori bo'lib qoladi. Demak, bu usulni qilish foydasidan ko'ra zarari ko'proq hisoblanadi. Ikkinchi uslub metal asboblar yoki tish tozalovchi cho'plar orqali tish toshlarini ko'chirishga harakat qilish. Mana bu ham tishlarimizni emaliga zarar beradi. Siz tish toshlarini tozalayman deb milklaringizga travma berasiz. Ba'zi holatlarda metal asboblar emallarni ustini qirgani uchun keyinchalik bu joy silliq bo'lmaydi va bu joyda yana qo'shimcha bakteriyalar yig'ilib, toshlanish aktivlanib qoladi, ya'ni osonlashib qoladi. Bu uslub ham tishlar toshlarini tozalashni to'g'ri uslubi hisoblanmaydi. Ya'ni tish cho'plari va metal uskunalar orqali tishni uy sharoitida qirish bu emalni zararlanishiga, milklarning butunligini shikastlanishiga olib keladi va bu yerda yallig'lanish jarayoni aktivlanib, yana ham kuchayib qoladi. Va ommada ko'p ishlatiladigan aktivlangan ko'mir. Bu tish emalini faqat biroz silliqlab, abrazivlab tirnalashi mumkin, ammo tish toshlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni tish toshlarini tozalayman deb aktivlangan ko'mirdan foydalanishingiz bu sizga hech qanday yordam bermaydi va bu mif, afsona hisoblanadi. Balki emalingizning silliq yuzasini qirib, yanada g'adar-budur holatga olib keladi va bu yerda toshlanish yana ham kuchayadi. Haqiqat shundaki, tish toshlarini uy sharoitida tozalab bo'lmaydi. Shu sababdan ham stomatologiyada og'iz bo'shliq gigiyenasini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar o'ylab topilgan. Ya'ni maxsus scaler va airflowlar orqali tish toshlari tozalanadi va buni professional tarzda stomatolog bajaradi.
uy sharoitida bularni qilish sizga hech qanday yordam bermaydi, balki zarar keltiradi. Demak, faqatgina stomatolog vrach bu ishni amalga oshirar ekan, o'zingiz nima qila olishingiz haqida gaplashamiz. Eng avvalambor tishlarni to'g'ri yuvish texnikasini o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni supuruvchi harakat bilan yuqoridan pastga, qizildan oqqa qarab degan qoidamiz bor. Ya'ni milkdan tishlarning oldi tarafiga qarab va ustki tarafiga qarab, qizildan oqqa qarab harakatlantirib, tishlar ustini yaxshilab yuvish talab qilinadi va bu eng kamida 2-3 daqiqa og'iz bo'shlig'ini yuvib turishingizga to'g'ri keladi. Bu eng kam. Odatda insonlar ertalab va kechqurun hovliqib, shoshib tishlarini chala yuvishadi va supuruvchi harakatlar bilan emas, balki arrasimon harakat bilan. Ya'ni bir xil yo'nalishda tishlarini tozalaydi. Aslida supuruvchi harakatlar bilan tish ustini tozalashni o'rganib olishingiz kerak. Bundan tashqari, ikkita tishning orasidagi qolib ketgan ovqat qoldiqlarini tozalash uchun tish cho'plaridan emas, balki tish floslaridan, ya'ni maxsus mustahkam bo'lgan ipdan tayyorlangan floslardan foydalanib, har bir tishingizni orasiga shu floslarni qo'yib, milklaringiz atrofida yig'ilib qolgan ovqat qoldiqlarini tozalab tashlashingiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda yaxshi ishlab chiqarilayotgan irrigatorlardan, ya'ni to'lqinsimon tebranma harakat beradigan irrigatorlardan foydalanish ham tishlarni yaxshi tozalashga, shu sohadagi muhitni yaxshi saqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, og'iz bo'shlig'i gigiyenasini yaxshi saqlash uchun antibakterial suyuqliklardan, ya'ni aralg'ashlardan foydalanish kerak. Og'izni har tozalagandan keyin shu mahsulotlar bilan chayib turish emalning mustahkamligini oshiradi va uni yuzasini silliq bo'lishini ta'minlaydi. Buning natijasida og'iz bo'shlig'ida bakteriyalar yig'ilmaydi va tosh kasalliklariga sabab bo'lmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, uy sharoitida tish toshlarini tozalashning imkoni yo'q, ammo tish toshlari paydo bo'lmasligini oldini olish imkoniyatlari mavjud. Siz tish toshlarini tozalash payida emas, balki tish toshlari paydo bo'lmaslik payida bo'lganingiz nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Savollar bo'lsa, albatta yo'llang, biz javob beramiz.